Mashhur tiktokerlar nima uchun TikTokka kirishadi? Albatta katta so'qqa qilish uchun. Bilasizmi? Ularning bir kunlik daromadi 500-600 dollardan tortib, hatto bir necha ming dollarni tashkil qiladi. Bu esa obunachilarning qancha donat qilishiga bog'liq. Hozir sizga o'rgatadigan usulim orqali hech qanday jonli efiringiz yongan bo'lishi shart emas. Obunachilaringiz 0 ga teng bo'lsa ham siz pul ishlay olasiz. Videoga like bosib qo'ysanglar, sirazi boshlaymiz. Birinchi bo'lib Google brauzeriga kiramiz va saytning linkini to'g'ridan-to'g'ri kommentariyada qoldiramiz. Sababi fake, ya'ni yolg'on, laqatron saytlarga aldanib qolmasligingizdan oldini olish uchun. Birinchisida Gmail, ikkinchisida parol so'rayapti. Gmailni Play Marketga kirib, o'ng taraf tepadagi mana shuni bosib olishimiz mumkin. Ko'rib turganingizdek, ushbu bizning Gmailimiz. Shuni yodlab olib saytga qaytamiz. Birinchisiga Gmail, ikkinchisiga esa o'zimizdan yangi parol o'rnatamiz. Taga sariq tugmaga bosamiz. Bu yerda yangi robotni bosib, bizdan mototsiklni so'ragan. Mana shu mototsikldan 4 tasini belgilaymiz. Va подтвердить bosamiz. Biz saytdan muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tdik. Bu yog'iga bizga bitta TikTok akkaunt kerak bo'ladi. Jonli efir yongan bo'lishi shart emas, obunachisining esa qizig'i yo'q. TikTok akkauntimizga kirib, bir ikkita nastroykalarni to'g'rilab chiqamiz. Nastroykaga kirib, bezopasностьdan like bo'limini VC ga o'zgartirib qo'yamiz. Sizda to'lqayada turgan bo'ladi. Saytga qaytib, ushbu bo'lim ustiga bosamiz va TikTok akkauntimizni qo'shishimiz kerak. Nickname'imizni shundoq TikTok profilga kirib topishimiz mumkin. Pul ishlash vaqti keldi. Hisobimizda 8061 coin bor. Like bosish zadaniyasi berildi. Like bosib, saytga qaytib, proveritni bosamiz va hisobimiz 9 coinga aylandi. Endi podpisatsiya bosish zadaniyasini ham bajarib ko'ramiz. Vipolnetga bosamiz, TikTokka olib o'tadi va obuna bo'lib, saytga qaytamiz. Proveritni bosamiz va 9.84 coin. Shunday qilib so'qqani ishlashimiz mumkin. Bir kundan so'ng Telegram kanalimda qancha so'qqa qilganimni screenshotlarini tashlayman. Telegram kanalimga havola kommentariyada bo'ladi. Qandaydir tushunmagan savollaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Bu saytda o'z profilingizga nakrt urishingiz ham mumkin, albatta yig'gan coinlaringiz evaziga. Videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha